Bo'ldi, aka, kelyapman dedimi? Mashinamga hech narsa qilmadimi? Nogiron. Kallang bormi nima qo'shsa? Turing. Hech nima qilmadimi o'zingizga? Hammasi yaxshimi? Anga qarab o'rtoq, birikib pul topib quturib ketibmanmi? Bitta narsani bilib qo'ygan, to bilan ko'rishmasa ham inson bilan ko'rishadi. Qanaqadir tema derdi, shu inson bilan ko'rishib qolsang, yuziga qanaqa qaraysan? Bo'ldi qiga. Shu qizdan boshqa qizga uylanmayman deyapti. Nima qilib bo'lsa ham shu ishni o'zing hal qilgin. Ukam uchun g'ururimdan kechib bo'lsa ham hal qilaman. Mana shu ekanmi? Shu, taqilla. Yur ketdi. Shoshma. Nimaga? Taqdir ham hazilli bopliydi-da. To'g'ri oldilarga olib kelib qo'yibdi-ku. Men senga nima degan edim? Birinchidan, odam bilan uchrashadi. Ikkinchidan, ukam uchun kerak bo'lsa, g'ururimdan kechaman demading. Uchinchidan, men seni erkak gapiga javob beradigan bola deb bilaman. Qani gapingga javob berchi. Men siz bilan gaplashishim uchun oldin bizni teng bo'lishimiz kerak. Mana teng bo'ldi. Kecha sizga ko'tarilgan oyoq bugun yoningizda tiz cho'kib turibdi. Ukamga qizingizni so'rab keldim. Kibrlanish bandasiga emas ekan. Kechir olsangiz, meni kechiring.